Do'stlar, yana bitta ko'chma do'konimiz tayyor bo'ldi. Topshirishga xudo xolisa hamma ish tugatildi. Buni fasadi tunika bo'lt qilindi. Pasti shiveli, tepasi shivelar, ustitlari 3 qavat qilingan, penoplast falga, ruloli steklo taqilgan atrofidan. Oynalari o'sha plastikdan qilindi. Bu do'kon tasdiq uchun tayyorlanibdi. Bilmayman qanday holatda qiladi. Ichkarida menimcha xo'randalar o'tirishga ham joy bo'ladi buning ichida va tashqaridan keladigan mijozlar uchun mana shu joydan uzatiladi. Pasportlar juda ham ko'p qilganmiz. Har xil yo'nalishda qilganmiz. Pasportlar ham juda ham ko'p qilindi. Odatda bunaqa narsa qo'ymasdik. Mijoz so'ragani uchun yaltiroqni ham qo'ydik. Bu ham chiroyli chiqar ekan. Ichki attelkalari dekor plast qilindi. Linoleum qilindi, pol taxtadan kelgan. Do'konimizda eng tagida ham tunika qo'yilgan, yerdan zax o'tmasligi uchun. Bu do'konimiz 10 marta ko'tarib tushirishga kafolat beriladi. Bu xolasa oynalari bilan hamma yo'q tayyor holatda 1000 kilometrgacha borishga kafolat beramiz. Agar mabodo biror narsa bo'ladigan bo'lsa, ta'mirlab beramiz, lekin shu paytgacha unaqa narsa bo'lmagan. Chunki do'konda deformatsiya yo'q, baquvvat qilingan. Xudo xolasa mana shu do'kon 50-60 yil xizmat qiladi, bitta odamni bemalol qaratadi. Qachondir qayerdir latifgan bo'lsa, misol tunikasi bukilishi mumkin, nimadir tegib, ichki attelkasi, dekor plastlari nimadir bo'lishi mumkin. Ozgina joyini almashtirib, yana ishini davom ettirsa bo'ladi. Buni qulay tomoni, misol mana bu joyi ketadigan bo'lsa, aynan mana shu joyni olib tashlab, o'rniga shu rangdan qo'ysa bo'ladi. Lekin agar kimdir kelib tepmasa, urmasa, bemalol xizmat qiladi. Buni o'lchami 8 metrga 4 metr qilingan. Do'konlarimizni har xil o'lchamda qilamiz. 2 ga 3, 3 ga 4, 5 ga 6, 12 metrga, 13 metrga 4 metrgacha qilganmiz. Buni bitta ko'targanda mashinaga 13 metrlik va yana 4 metrlik do'kon joylashadi. Shuning uchun undan ortiq qila olmaymiz. Bir safar qilganmiz, endi 8 metr bo'lgan do'konimizni ikkiga bo'lingan. Ikkita do'konni qilib, xuddi shunaqa do'kon qilib turib, orqasidagini juplab qo'yganmiz. Shunda kattagina do'kon bo'lgan, kredit magazin uchun qilingan edi. Agar sizlarga ham shunaqa narsalar kerak bo'lsa, profilimizga o'tinglar, Nurli Karvon, Nurli uylar, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, hamma joyda bormiz. Ko'rishlar mumkin. 2019-yildan beri qilgan ishimiz O'zbekistonda birinchi ishlab chiqaruvchilardanmiz va faoliyatimiz davomida juda ham ko'p do'konlarni mijozlarga yetkazib berganmiz. Ularning ichida bankomat bo'lgan, sartaroshxona, oziq-ovqat magazini, kiyim-kechak magazini, ofislar qilganmiz, dom quruvchilar uchun, savdogarlar uchun va mana bunday pasportlar ham juda ham ko'p qilganmiz. Mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Farg'ona shahrida joylashgan seximiz va Samarqand viloyatining ham filialimiz bor. Samarqanddagi filialimizdan Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo va Samarqandni o'zi uchun xizmat qilamiz. Bu yerda Farg'onada seximizdan vodiy bo'yicha xizmat qilamiz. Toshkentdan o'tgan mijozlarimiz juda ham ko'p edi. Bu yil yo'lkira xizmatiga gabaritiga qarab, ularni baland, keng, uzunligiga qarab yo'lkira qo'shilib ketgan, shunaqa qonun paydo bo'lgan. Kilometriga ko'p pul qo'shilib ketgan, shuning hisobiga Toshkentdan hozircha buyurtma olmay turibmiz. Avvallari 3 million, 3,5 millionga mana shu do'konlar Toshkentda istalgan joyiga borgan bo'lsa, hozir Toshkentga taxminan 8 million atrofida bo'lib qo'ygan. Shuning hisobiga Toshkentdan unchalik buyurtma olmay turibmiz, lekin yo do'koninglar chiroyli, bizga yoqdi, mustahkamligi yaxshi, tajribalar yaxshi, do'konni ko'rinishi yaxshi sizlarga degan odamlar uchun buyurtmani olaveramiz, chunki yo'lkira mijozlarning hisobidan bo'ladi. Endi o'zi yaxshi bilasizlar, biz usta haq olamiz bundan, 5-10 so'm foyda olamiz. Yo'lkirani bo'ynimizga oladigan bo'lsak, ko'payib ketadi. Xarajati shuning hisobiga biz foydamizdan ham ko'payib ketadi. Shuning uchun hozircha Toshkentda olmay turibmiz. Yo'q, sen do'koning yoqdi menga, yo'lkirasini o'zim qilaman deydigan odamlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Toshkentga ham juda ham ko'p do'kon qilganmiz. Farg'ona vodiysini juda ham ko'p joyda do'konlarimiz bor. Biz do'konimiz bormagan tuman menimcha qolmagan. Samarqandda esa vodiychalik ko'p qilmaganmiz, lekin Samarqandda ham 100 dan ortiq do'konlarimizni atrofga tarqatib berganmiz. Kimdir bitta do'kon olganlar bor, kimdir birdaniga ikkita do'kon zakaz qilganlar bor, misol 10 metrli do'konlardan birdaniga ikkita zakaz buyurtma qilganlar bor. Surxondaryodan bo'lgan bunaqa holat va Toshkentda bir odamga 1 yil, 1,5 yil davomida 3 ta do'kon qilib berganmiz. Bittasi o'yinchoqlar magazini bo'lgan, kattagina do'kon bo'lgan, bitta 12 ga 4imiz apteka qilingan va yoniga bitta kichikroq do'kon qilgan. U nima faoliyat yurityapti, esimda yo'q. Adashmasam telefon aksessuarlar sotadigan do'koncha bo'lgan. Sas do'konlarimiz yoqqani uchun mijozlarimiz imkoni bo'lganda ikkita do'kon ochib to'rga qo'ysa, buyurtma qilganlari ko'p va ofislar qilganmiz. Bitta odamga, bitta quruvchiga 2 ta 3 ta ofis qilganlarimiz bor. Hojatxonalar qilganmiz. Endi hojatxonalarni biroz
noqulay tomoni mana shu do'kon aytaylik 8 do'konimiz 65 million bo'lsa, hozirgi paytda hojatxona qilinadigan bo'lsa 100 millionga borib qoladi. Chunki uni peregorodkalari bor, ichida suv isitgichlari bor, unitaz, chashagi, rakovinalar, qisqasi hojatxona uchun kerak bo'lgan hamma narsa buni ichiga kirgani uchun do'kondan ko'ra qimmat bo'lib ketadi. Aytaylik, mana shu do'konning ichida hech narsa yo'q. Mijozlarimiz o'zi ichiga mebellarni qiladi, polkalarni qiladi, lekin hojatxona qilinadigan bo'lsa, ularni to'liq hammasini qilib beramiz, shuni hisobiga qimmat bo'lib ketadi. Lekin hojatxona ham yomon biznes emas. Hojatxona qilgan odamlarimiz hammasi hozirgacha gaplashib turamiz. Bir odamga ikkita hojatxona qilgan paytimiz ham bo'lgan, shahar markaziga, ertasini parkka qo'ygan. Bu yil bahorda bozorda oldiga qo'ygan hojatxonamiz, u yerda yana kattagina paynitdan bor edi, 5 ga 4 metr, ko'chgani uchun aytlardi, boshqa qurilishlar bo'lgan. Qayergadir olib borib tashlashdi, qo'yib faoliyatini davom ettirishayotgan. Bu degani hojatxonamiz ham o'sha bozorda oldiga qo'ygan paynitimiz ham oradan 3 yil 4 yil o'tgandan keyin ko'chganda bemalol boshqa joyga olib borishgan. Bu do'konlarning qulay tomoni o'sha qachondir ko'chadigan bo'lsangiz, qayergadir, misol shunaqalar bo'ldi-yu, snos bo'ldi, ko'p narsalar buzib tashlandi. Agar shunaqa holat bo'lsa, yo'l kengaygan yoki qandaydir qurilish bo'ladigan yoki siz boshqa joydan qulayroq, yaxshi savdo bo'ladigan joydan joy topgan bo'lsangiz, bemalol bu narsani olib borib ko'chirishingiz mumkin. Qachondir faoliyatini to'xtatganlar ham bo'lgan, 5 ta 10 ta. 2019-yil bu yo'q. Bu do'kon endi menga kerak emas, faoliyatimni to'xtatib, ishim yurmadi yoki boshqa sabab bilan mana shu narsani sotishim kerak deganda ba'zilarini sotishga ham yordam berganmiz. Bu buyumda turgandan keyin ertaga ishingiz to'xtasa yoki boshqa narsa qiladigan bo'lsangiz, bu narsani buzib tashlamaysiz do'konni. Kimgadir sotishingiz mumkin. To'g'ri, endi hozir 65 million bo'lsa, unaqa narsa sota olmaysiz. Bir qator qo'lga kirgandan keyin ba'zi o'zingiz yaxshi bilasiz. Yaxshi bilasizlar, ishlangan degan gap bo'ladi. Shuni hisobiga 50 millionga sotsangiz ham bu ziyon emas. Aniq bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'ladigan bo'lsa, bu tayyor uy foydalansa ham bo'ladi. Bironta dacha shahar tashqarisida yeringiz bo'lsa, olib borib qo'yib qo'ysangiz, Shamli bozor borib dam olish uchun ham qulay. Uy ham qilganmiz dacha uchun. Bir opamiz sizlarning ichida yoqib qoldi, juda ham chiroyli, menga yoqadi. Chunki o'sha narsa orzu qilardim o'zi. Shaharda shovqin ko'p, dam oladigan kunlarim borib dam olishim uchun sizlardan mana shunaqa narsa olmoqchiman deganda uy ham qilib berganmiz, 9 metrga 4 metr. Buni ham profillarimizda ko'rishingiz mumkin. Bizni o'tkazib ko'rsanglar, qilgan ishlarimizni hammasini ko'rasizlar. YouTube'da ko'ringlar, Instagramda ko'ringlar, asosan TikTokda ham ko'ringlar. Juda ham ko'p do'konlarimiz yuklanish jarayoni, tushirish jarayoni, ish jarayonlarini ko'rsatganmiz. To'g'ri, ishimizni ichigacha ko'rsatdingiz, chunki hamma ishda o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Sira-sirodi bo'ladi. Shuni hisobiga hamma joyini ko'rsatdingiz, lekin do'konimizga 10 marta ko'tarib, 10 marta tushirishga kafolat beramiz. Endi prof uzilib ketmasa, do'kon hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Va ishlagan joyingizdan boshqa joyga ko'chishga ham kafolat beramiz. Xudo xolasa bu do'konlarimiz 50-60 yil sizlarning xizmatchilar qiladi. Qol taxta qilinganda bo'lmadi. Kimdir fanera ham qiladi, fanera qilib bering deydi, arzon tushadi deydi. To'g'ri, misol linolni buning ichiga aytaylik 1,5-2 millionlik linol ketadigan bo'lsa, fanera ham 1,5-2 millionlik fanera ketadi. Lekin biz do'kon uzoqroq xizmat qilsin deb biroz qimmatroq qilamiz. Misol pol taxta bunga 6-7 million qo'shilib ketadi. Undan tunika qo'yamiz, multiplitl qo'yamiz, undan keyin linolni qo'yamiz. Shuni hisobiga narxi, misol fanera 1,5-2 million ketadigan bo'lsa, bu 8 million, 10 million bo'lib ketadi o'zi, polni o'zi. Lekin do'kon uzoqroq xizmat qiladi. Ichida xolodilnik qachondir o'chib qoladigan bo'lsa, buzilib o'chadi, svet o'chib o'chadi. Ichdan suv oqib ketadigan bo'lsa ham fanera qolani ketadi, ishib ketadi. Bu esa holimiz uzoq muddat xizmat qiladi. Artib yana faoliyatingizni davom ettiraverasiz. Bunaqa narsadan qo'rqmasa ham bo'ladi. Do'konimizni ko'taradigan joylari tepada. Boshqa videolarda ko'rasizlar. Mana shu ko'rgan do'konlarimiz, ko'targanlarimiz, tushirganlarimiz bor. Sasi bizni qo'llab-quvvatlayverasizlar. Videoga like bosib, shunaqa do'kon qilishi mumkin bo'lgan savdogar do'stlaringizga videolarni jo'natib qo'ysizlar. Qachondir biz kerak bo'lsak, qidirib yurmasdan bemalol bizga aloqaga chiqib